أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Nisa surəsinin 5-ci ayətlərdə Allah Taala bütün insanlara Allah təqvadarlıq qilishni zikirləgəndi. Şunu buyurğandı. Təqvadarlıqda urullardan itimnin malını yeməslik, haqqını yeməslik deyəndək şu məzmunda birinci olaq itimnin haqqı təcavüz qılmasını tabılğan. Yəni şu təqvadarlıqda urulların biri. Mas ikinci orundan da ayollarning haqqı huquqini yemənglar. Yəni ayollarning haqqıga kelgan chaqda təqvadarlıq qılыңlar, təcavüz qılmanglar deb bu bir xil zikirləşin. Nima uchun yəni dadisidan ayrılgan bu kichik bolalar aciz. Ondan ayollarmı yəni bir xil aciz. Lakin bu acizlarga qarata bunda haqqı təcavüz qilish ishi sodir bo'lib qolmasin deb zikirladi. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Yana va degan mishada yana yetim haqqi to'g'riliq yapildi va yana ayollarning to'yliqlarini shundan berib o'tinglar, hadiya berib o'ting, qarshiliksiz berib o'tinglar. Bu qarshiliksiz nihla degan. Masalan bir o'g'liga birisi, ular bir uyni yo bog'ni mushun balam berib o'tdim desa nihla. Nahl to'y nima? Min nahalahu kaza idza a'tahu iyyahu ووهبه له عن طيبة من نفسه. Kmal razı olan baş karşılıksız şundan bir verse bu nahala buldu. Ayollarning to'yliqlarini kmal razı olan karşılıksız şundan bir ötanlar degan. Ya karşılık varmı? Karşılık var dediği varmı? Karşılık yok. Nihla datidu Kur'an-ı Kerim'de şu karşılıksız diyor. Karşılık yok. Nihla. Nahalahu nihlatan ve nihla masdarında çıkıyor. وانتصابها على المصدر بخد مفعول مطلق قوشش يعني أعطوا النساء إعطاء دينك انحلوهن نحلة دينك أعطوا النساء دينا شو أعطوهن جمان واغو أعطوهن لأن النحل والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قال وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم أو على الحال كنت تفسد وهل ليتم نمدن حالة من المخاطبين يعني سلار ayollarning to'yliqlarini ko'nglanlar rozi bo'lgan holatda bertinglar degan. Ay atuhunna sadaqatina nahlina tayyibin nufusi bil i'ta. Üçüncü i'rab aw minas sadaqat. Yani to'yliqlar qanday holatda bo'lgan holda beringlar, to'yliqlarni shundan berib etilgan holatda beringlar. Ay manhulatan mu'tatan an tibatil anfus. Ko'ngil roziligi bilan berib etilgan holatda to'yliqlarni beringlar degan. Wa qila nihlatan min Alloh taala atiyatan min indihi. Yani bir tafsirda Allah Taala berib etgan buni. Yani sizlar emas, Allah Taala shundan ham ayollarga bunda bekitib berib etgan narsa bu. Shuni to'yliq bermayman deb birisi ular nima qilmaydi. Yani to'yliqsiz to'y bo'lmaydi-ku. Hatto to'yliqsiz to'y deb tutsimi, u mahrimisiga avtomatik o'tib ketadi. To'yliqsiz to'y bo'lmaydi. Undan bu Allah Taala berib etgan narsa. Va tafaddulan minhu alayhinna. Allah Taalaning o'z huzuridan ayollarga hazil marhamat qilgan bir hadiya mukofot qo'shaydi deydi. وقيل النحلة الملة ما بر تفسير ده نحلة ديجان بر اعتقاد كبر ملات مثلا بر ديانة كشلات دياندك من ده تفسير خلنده وفلان ينتحل كذا أي يدين به فلان من ينتحل كذا وكذا دسه ومن ده ديانة كاعتقاد قلده ديجان مزمون ده أملتن لغات شنو باه الملل والنحل شهر الثاني نكتبه يعني المذاهب والفرق والأديان يمانده يعني وآتوهن مهورهن ديانة على أنها مفعول لها نحلة لجنة مفعول لأجله دمشق يعني وآتوا النساء صدقاتهن تدينا اعتقادا بهذا الدين ديانة يزسدن برالله دينه يكون شو دينده والخطاب للأزواج بيادك آتوا ديان مش خطاب erlarga qartilgan. Yani erlar sizlar nikohlab ayollarning to'yligini beringlar. Qarshiliksiz shundan berasizlar degan. Odatda fiqh kitoblarda mahrni ta'rif qilsa, muqobilul bid'ah deb qo'ydim. Ayollardan huzurlanish bahramon bo'lishning qarshiligida berdigan bunda bir narsa deb nima qildi.
u tez joyida chiqmaydi. Qur'on Karimda nihla degan ekan, o'shunda ham qarshiliksiz beritilgan narsa. Ba'zi azroq qarshilik bor. Bu azroq qarshilik agar unda deb qolsa, ayollar erlardimi bahramon bo'ladi-ku. Shunami? Bahramon bo'lash o'rtaq bir-biridan. Mutabadil. Shu burunqi fiqh kitoblaridagi ta'rifatni tez joyida emas. Masalan, nikoh desa, aqdun hillu istimta zawj bi zawjati unda nima gap bor. Har bir xotinning bir-biridan halol bahramon bo'lishni yo'l qo'ydigan, keltirib chiqaradigan kelishim deymiz. Bu bundan foydalanadi, bu bundan foydalanadi. Foydalanish o'rtaq. Agar foydalanish uchun berilgan narsa bu desa, ayolmi erga jiqroq to'yliq bo'ldi. Chunki balki ayollar jiqroq foydalanish mumkin. Nima uchun? O'ttirdiki u jinsiy munosabatlar emas, erlar nafaqa xarjlaydi ayollarga. Bu bir foyda. Ya'ni qo'g'daydi, boshqa nurg'un tarafdan başında bir faydalanish bor. O'ziga u farzand ko'rsa, bu farzand ko'rdi. Uyda voy onada xizmatini qiladi, ama onalik mehridan bahramon bo'lgan gap, jib foydasi bor uni. Lekin nihla deganda zodi qarshiliksiz bakag'lamishlarni bir o'tinglar deyman. El-xitab lil azvaj, yani to'yliqni bir o'tinglar dedi. Va qila lil awliya, yoki bu xitob hozir ayolninki valisi qartilgan. Velis degimiz ya dadisi ya aksi ya tağısı mesela. Şu ayakta ega olduğu ata ve aka tağılar. Bular şu kızını ya sınlısını ya hemşirisini çıkargan çağda toyluqni o'zi qatida hayz bo'lgan ahvolli bo'lg'achqa qizning qo'liga bermay. Endi hozir odatda bizda shu to'yliqqa oltin asbob ilib shu qizning qo'liga taqib qo'ydilar shu an. Lekin burun jariyada to'yliq mesela 10 gramda, 2 gramda şu tugini dadisi ya aksi iliblan o'zi hayz bo'lgan bunda ahvol bo'lg'achqa sizlar tatib olmanglar, o'ziga beringlar degan ma'noda. لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Eğer aşu to'yliqning azroq bir qismidan ko'ngli rozi bo'lib sizga berib qo'ysa, mayli deb bersa, uni halol sanashlik qilib yesang bo'ldi. Fa in tibna lakum yani lil azwaj. Yoki ikkinchi tafsir bo'yicha avliya. Masalan, to'yliq olgan ekan, bu ayol dadasiga dada mansizli hajislar tijorat qilishmaningda deb beribdi. Aksiga akasining mandasini tijorat qilib beribdi. O'zining to'liq huquqi. O'zining mol-mulkida tasarruf qilish huquqi bo'lg'achqa berishmaydi. Yoki eriga beribdi lil azwaj. Ama tijorat qilsa yoki chiqim qilsa diplom berib qo'ysa mayli. An shay'in minhu ashi to'yliqdan azroq bir qismini ay min as-sadaq id huwa fi ma'na as-sadaqat. Yani deb minhu deb niyada muzakkar keltirdi deganlik uchun sadaqatdan deb qo'yibdi. Yoki mahr desak mi bo'ldi? Nafsan tamyiz. Yani qasjatdan desa ko'ngli razulab ba'sa demoqchi. وتوحيدها لأن الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه. منه ده نفسا ده ما نفسا دegani yerda mufrad keltirdi demoqchi ekan. Oyatda tibna deb ko'pchilikka keldi. Fa in tibna nufusuhunna degandek bunda keltirmay nafsan deb mufrad keltirdi. Chunki har biri shunda rozi bo'lsa, hamma nimaga tushadigan bo'lg'achqa bu mufrad odatda ko'pchilikni bildirdi dedi ko'p burunda. والمعنى فإن وهبنا لكم شيئا من الصداق معنى ise to'yliqdan bir qismini sizlarga shundan berib bersa vahabna degan shu qarshiliksiz mut shundan berib bersa degan. Nima uchun ayda berib o'tadi? Ayol masalan hajislar mandatlan berib. Nima uchun yanda bu er xotinlik o'tirdiki rishta bunda sening mening yo'q bu mening pulim bermayman o'zini hajlar deydigan bunda rishta emas. Vajal baynakum mawaddata va rahmat deydigan. Ayna mawadda, rahma, sevgi, muhabbat, mehr, shafqat, uns, ulfat bunda rishta bo'lg'achqa u meningti seningti pulingni bermayman. Er qiyin ahvolda qolib qoldi. Ya doktorxona pul to'lash kerak, ya tijoratda ziyon tasib ish bo'ldi. Texnik cho'ng ziyon tasib oldi tug'an chog'da ayolda ishak pul tursa, ya bermayman deb tursa, u ayolni yaxshi ko'ramda u. Shunami? U fidokorlik qilib asqat bo'lgan. Shuni mawadda va rahma olgandan keyin nafs ya da razı kılan bakada vahaba olabilir. Bakada berdi.
وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم. وتجافت عن نفوسهن ديان كوندن çıkarıp berwetken. Yani tejafat diyen nere tutuyor modu? Tetajafa junubuhum anil madaja. Ko'ngdan chiqirib bunda berayotgan ahvol. Chunki shu yaxshi ko'rganlikan fidokorlik qilg'isi kelib, ashunda berayotgandi. Tayyibatin, ko'ngil roziligi bo'yicha. G'ayri muhbitatin degan norozi holatda emas demak. Tayyibun nas, xabitun nas deymiz-ku. Siqilgan yoki qanday holatni xabit deymiz. Bima yattarruhunna ilal hibati min shakasat akhlaqikum wa su' mu'asharikum. Shakasat degan nacharlik. Sizlarning axloqingiz nachar bo'lg'achqa muomalanglar yaxshi bo'lmag'achqa chiqishib yashamay usullik qilavergandan keyin aqlni ba'sa unda meni azroq uramikan azroq tillarmikan dushkishlarmikan deb oning yomonligi sharridan saqlanish uchun menda bergan shaklda emas rozi bilan ishidan chiqarib ba'sa uni hayronlar qo'rqib olmalar ya ba'sa oltinlarga pa bo'lmasa ana yo'lga silatma deb anda qo'rqishi mumkin nachar avla shuna qiladimi. وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك. مش آية ayollarning o'sha haqqi huquqini yevilishning ya'ni haqqini ilishning note yo'lining ta ekanligi ya'ni buning qilgan ruxsat tar ruxsat ekanligini ko'rsatgan dalil bor edi. ووجب الاحتياط حيث بني الشرط على طيب النفس. shunga ehtiyot qilish kerak. Ba'zi shart hozir ko'ngil roziligiga qaratilgan bir shart bo'lganki, ko'ngil roziligini shart qilib qo'ydi. Davodikin bu bekrak diqqat qilishga, ehtiyot qilishga loyiq o'rin deydi. Faqila fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan va lam yaqul. Mana ko'ngil roziligidan bir qasida. Lekin manda nima deydi? Fa in wahabna lakum. Yani sizlarga bundan bervasadimi? Ko'ngil rozi bo'lib ba'sa berishi mumkin, lekin ko'ngil rozi emas. Başka sebeplerden, başka besimler sebeplerden bir etken olsun mümkün. Karşılıksız. Lekin yani ko'ngil rozilik qilganlikin, zaten ko'ngil rozi bo'lsa halol bo'lgan, ko'ngil rozi bo'lmasa, tashqi ko'rinishdimi, unda normal baganda qismi, amalitda tigida armi bildi uning besim qilgan boshqani. Va ota-onam bilishi mumkin, rozi bo'lmasa halol bo'lmaydi degan. Undaki bu yerga ruxsat noiti tar doirada i'laman bi anna al-mura'a huwa tajafi nafsiha an mawhubi taybatan. Demek müşahede tıbna lekum an şey'in minhu dedi ve habna demede. Nima uchun desa, bu yerda diqqat qilish kerak bo'lgan narsa ko'ngil roziligidan ishdan chiqarib berishni ko'rsatdi. Bundan berib o'tish emas. Fakuluhu hani'an mari'a. Unda beribsa, ondan sizlar berib o'tgan narsani sinishlik halol yanglar, xotirjamanglar. Alha yaudu ala shay. Kuluhu ay ash-shay'a hani'an la isma fihi. Hani degan gunoh yo'q demoqchi ekan. Mari degan unda kasallik yo'q demoqchi. Fassarahuman nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unda tafsir qilib ekan bu ikki so'zni. Asli hana degan bu ta'mi yaxshi, yesak huzur oladigan tamoqni hani deymiz. Ta'min hani emas. Mari degan bu tamoqni o yeysa huzurlandi. Uni ba tamoqlar taz huzurlandan baramda bilgan bilan keyin ishlataq. Eğer kasallikni keltirib chiqadigan, qo'saqda ortilgan, doktor yurgizgan bunda tamoq var. Mari degan ayni kasallikmi yo'q. Yani o sabah başta yeyishda shunda huzur oladigan, keyin yeb bo'lgandan keyinmi shunda bearam qilmaydigan shaklda demoqchi. Ya'ni amariya. Yoki mari degan ma qizil kekirdekdan do'q, qizil o'ngach. Qizil o'ngachdan kelgan desak bo'ldi. Ya'ni siz yeganda og'zingiz sa'san shunda ta'mlik obdan qizil o'ngachda o'tashlikmi shunda o'tashlik. Shaptada o'tkazilgan, qulay hazm bo'lgan. Haniyan yeyishda shunda obda huzurni beradigan, mariyan degan keyin chataq chiqmaydigan, bearam qilmaydigan. Aw haniyan fid dunya bila mutalabatin, mariyan fil uqba bila tabi'atin. Ya'ni bunda tafsirini qildi. Haniyan degan dunyoda shunda sinishlik yangladigan bo'ldi. Mariyan degan oxiratdami uning mas'uliyati yo'q, surqi yo'q holatda yanglar. Yani dünyadami uning surqi olmaydigan, oxiratdami surqi olmaydigan holatda yanglar degan ma'noda debdi bir tafsirda. Wa huma sifatan min hanu at-ta'amu wa mar'a
إذا كان سائغا لا تنغيص فيه. bu hani degan hanu'at ta'am degan fi'ldan turinib chiqqan sifat bu. Mari degan maru'atdan turinib chiqqan sifat. Bu ikkisini bildirdi. Sa'ig degan asan yutib sanchiq bo'lganini bildirdi. Ya'ni galdan obdan rahat o'ssa, la tanghis degan u bearamchilik olmadi, avarchilik yo'q. Uningda avarchilik yo'q, bearamchilik yo'q. Wa huma wasfu masdarin. Bu bir masdarning sifati. Ya'ni bu yerda bir so'zni muqaddar qilamiz. Takluhu aklan hani'an mari'a demakchi deydi. Aw halun min ad-damir. Yoki kuluhu degan shu damirdan hal deydi. Kuluhu hala kawnihi hani'an mari'a va huwa hani'un wa mari'. Yani o aslında hani mari bo'lgan holat deganlar deyman. Va hadi ibaratun an al-mubalaghati fil ibahati wa izalati at-tabi'a. Bu so'z mushinasini iste'mol qilsa, foydalansa halol bo'lganlikka, ikkinchi unga qarata mas'uliyat kelmaydiganligini qat mubolag' degan holatda aytilgan so'z. Xotirjam bo'l, buni qat'iy sana so'roq kelmaydi degan tarif. Haniyan mariyan bighayri hamzin yazid. Yazid degan qari so'zin hamzini elitib haniyan mariyan deb qiraat qildi. Bu bir qilamda tafsir qilib o'tibdi. Va kaza hamza fil vaqf. Yana hamza degan qarimo ashunda to'xtab qolgan chaqda qiraat qilib masalan mariya deb unda to'xtagan bo'lsa hamzini elitib to'xtatdi. Lekin ulab o'qishdi. Haniyan mari'a wattaqullah degandek. Haniyan mari'a wa la tutu degandek. Wa hamazahumal baqun. Qag'an Yazid bilan Hamzadan boshqa qarilar hammasi haniyan mari'a deb hamza bilan qiraat qildi. وعن علي رضي الله عنه إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم من صداقها. Hazrat Ali belki kesillikning davolashda mush Qur'ondan istidlol qilib turib, Qur'oniy bir do'rini, reseptni beribdi belki kesilligi. Debdi masalan, biringa og'rib qolgan ahvolda ayoldan men sana bergan to'yliqdan 3 tanga bergan, 30 ko'y bergan deb elib ثم يشتري بها عسلا اش اوتسوغا عسل سيتواسيون دبت فليشربه بماء السماء يعني يمغو يقان چاغدا قاچыга يمغونى tushirib yoqqan suvni shunga asalni silib eritib shundan isson فيجمع الله له هنيئا مريئا وشفاء ومباركا عند issa Allah Ta'ala'nga هنيئا مريئا شفاء مباركا jamlab turdi shundan bu saqib ketdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayette fakulu hani'an mari'a dedi. Yani bir ayette haselne fi şifa'ul linnas dedi ma. Yani bir ayette anzalna minas semai ma'an mubaraka. Yani ki bu şunun cemlengen respe faydalı resp demekçi. 5. ayet ve la tu'tus sufaha'a amwalakum begarazlarga yoki shunda döt kalva matulaga mal mulkanni tutqizmanglar, bermanglar dedi. Bu ayetinde yetimlerning andın muşularning ishiki aqli toza to'liq bo'lmagan, o'zining manfaatini ko'zlab tasarruf qilolmaydigan, ashunda bolalarga munosabatlik kelgan oyat. Ashunda bolalarga mal mulkanni bermanglar dedi. Bu sufa degan kim? Al-mubazzirina amwalahum alladhina yunfiquna fima la yanbaghi wa la qudrata lahum ala islahiha wa tatmiriha wa at-tasarruf fiha. O'zining mal mulkini avutib, texmo foydali ishlarga tasarruf qilib, manda qilmay, kaskanmas joylarga buzib chetilgan ajin 4 kallalar demakchi. Wal xitobu lil awliya nishada valiga qaratilgan xitob edi. Wa adafa ila al awliya'i amwal as-sufaha. Anda ash 4 kalla ashunda bag'araz yetimlarning deydi masalan. Mal mulkini amwalakum da sizlarning pulinglar daqizlar. Ma birini tafsir. Asli yetimning puli bu. As-sufahaning puli. Amwalahum bu. Ki amwalakum da ashunda iborat surdi. Li'annahum yalunaha wa yumsikunaha. Chunki ash bosh qurib, shu pulni tutib saqlab turgan bo'g'achqa, shu o'zining qo'ldagi puldek amwalakum deydi. Bu birinchi tafsirda deyilgan qarashimdi. İkinci tafsirda amwalakum o'zingning mol mulkini sizlarning 4 kalva farzandlaringlarga tutqizmanglar. Biz uchetgan bir masalan 10 ming ko'rasimi, atsi yo'q, 100 ming ko'rasimi, atsi yo'q. Nahaydan biz qalab turgan
bunda balaga bag'alaziga pulinglarni tutuzmanglar atalar. Öz balalaringlardan bo'lgan bunda dötlarga pul tutuzmang. Cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin balki. Cho'nglarning boshida ahmoqlar jehimdi. Bu mumkin, ehtimol. Allati ja'alallohu lakum qiyama. Osh mulklarni Alloh taolo sizlarni uri tug'izgan narsa qilgan deb. Ay qiwaman li abdanikum wa ma'ashan li ahlikum wa awladikum. Ya'ni sizlarning badallaringlarni uri tug'izgan shu pul bo'lsa unda jalliq bunda uri turgan gap. Va ma'ashan li ahlikum wa awladikum. Ya'ni o'zinglarning xotin balchaqlaringlarning turmushini qamdaydigan bunda hayotning uli qilib bergan, asos qilib bergan, turi qilib bergan mush mol-mulklarni unda buzib ketgan dotlarga tutqizmanglar. Qayyiman bi ma'na qiyaman nafi'un va shami. Nafi' bilan sham qarilari qayyiman deb qira'atdi. Allati ja'alallohu lakum qayyima. Ya'ni bu qiyaman degan ma'nodiki. Kama jaa audan bi ma'na iyadan. Ba'zi hadislarda audan deb kelgan bu iborat. Shunga o'xshash edi. Va aslu qiyam qivam. Anma sarf sig'ilnish nimasidan qiyamning asli qivamti. Andan oldiki qaf harfi zir bo'lg'achda g'achchida uni yag'aylantirib atdik. Shundan qiyam bo'ldi demoqchi. Va kana salaf yaquluna al-malu silahul mu'min. Salaflarimiz bunday aytdi. Mal-mulk degan mu'minning quroli. Va la an atruka malan yuhasibunillahu alayhi khayrun min an ahtaja ila an-nas. Men mal-mulk qoldirib ketib o'lib ketgan chog'da dunyo qoldirib keyin Alloh taolo menga hisob oldigan bo'lsa bu balchaqlarni haqliga muhtoj holat qo'yib ketganimdan yaxshiroq. Mal-mulkning ahamiyatini ta'kidlaydigan ibora ekan. Albatta salaflardan mal-mulkni ta'kidlaydigan bunda so'zlardan bu necha ming chiqadi. Ondan mal dunyo ko'zmaslik buni ko'zdan qilmaslik buni zodi nuqmas to'g'ri yana necha ming so'zni topqilib bo'ldi. Chunki bunda ko'z qarash o'xshash chiqmaydigan narsa. وعن سفيان كم سفيان ثوري وكاله بضاعة يقلبها ونم تجارة قدران بسرماية سواكين مال ملكين سواكين يقلبها ديجان يعني يتاجر بها دمس ون المشترب أورب شورب نغايلندرب قدران تجارة سواكين بدأتوا لولاها لتمندل بي بنو العباس بو عباسي خليفة لكي padişahları. Abbasi xilafat davrida yaşagan. Şuda bunu tutumuzda qo'lab yurgan chog'da bu maxfiy o'shirinib, o'shiringa holatda o'lib ketgan. Demak, buni tijorat bor ekan. Shu pul bo'lg'achda men o'shirinib, qechib yurib yassammo shunday yashayoldim. Agar shu tijoratim pulim bo'lmagan bo'lsa, Benul Abbas meni yani tozlaydigan Tubadak meni yani supurtman bilan nimasi. Men Tuba qilib tutdi, yani bunda xuddi mendillaymiz-ku. Meni mendil qilib bunda ishlatdi. Yani meni vatlarga ishlatdi demasi. Mendil degan shu aytilgan narsa. Meni yani supurtgan mendil qilibdi demasi. Yani meni beklam qar qilibdi, vayron qilayotgan bo'libdi. Lekin pulim bo'lg'achqa maxfiy desam uning shularni yaxshilik qilib yana ehtiyojimni nima qilib men yana yashayoldim demoqchi. Sizlarni mening kishilik muhtoj bo'lishimdan Allohniki mendan hisob shu yaxshiroq demoqchiman. Ha, Allohning hisobiga uchrabman. Amalni qo'yib ketsasan, nereden topding, shunda bu deb so'rab og'ini yaxshi. O keyin bolalarim muhtoj bo'lib qolgandim, men yaxshi. Qarshisiz qotganmi bu bazıları? Bu anda ulamalar asosi masalan Abu Hanifa radhiyallohu anhu qozi o'g'ini so'zladiga Abu Ja'far al-Mansur. Sufyan Tavrining qozi o'g'ini deb unumay yoki shunda ba'zi bir nimalda aqshim tug'anlik uchun ulamalarni tutimiz deb farmon tushirgan. Shu chog'da qashqan. Sufyan Zahid al-Nun qatorida. Ha, Zahid al-Nun. Varzuquhum fiha ashu sufahani ashuning da pulni aylantirib mesela ashuning foydasida yoki shu pulning nimasida diqqinglar demoqchi. Bu hozir hamda nima o'tkaldi? Sufahaning haqqini qo'llashga o'tkaldi. Sufahaga mal tutulmadida. Bu hamda avliyoning haqqini qo'llash desak, varzuquhum fiha degani sufahaning haqqini qo'llash.
وَجَعَلُوهَا مَكَانًا لِرِزْقِهِمْ Aş pul mallarını, aşularını rızıklandırgan urun kılınlar. بِيَنْ تَتَّجِرُوا فِيهَا وَتَرْبَحُوا Bunun ticaret kılıp, faydalıp, şu faydasından bakınlar. Hatta tekuna nefakatuhum minel erbâhi la min sulbil mal. Ticaret kılıp aylandırsanlar, ularını bakıdığan çıkım, faydadan buludu, lekin sermayeden bulmaydı. Sermayeden bulup kalsın bulup da, feyakulu ve hel şurita, ihracat onu koraytıklan yoktu etti. وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Yana kindirinlar aş buldu. Yana ulağa şiraylık söz kılanlar. قال ابن جريج حيدات جميلة إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم. Buna şiraylık bir vədə deydi. Nimeti ibarətsə, sizlər yaxşı olub, oңuşulub, aqlanlıq olan tasarruf qılğan raşid bolsanlar, sizlərə mal-mülklərini qulağınıza tapşırıb verməz. diye vaat edildi. Ve kullu ma sekenat ileyhin nefsu li husnihi aqlan ev şer'an min qawlin ev amalin fehuve ma'ruf. Aql cihattin ya şeriat cihattin ya buna yaxshi ishganda ko'ngil xotirjam bo'lgan ishning hammasi ma'ruf bo'ladi deydi. Ve ma ankaratu li qubhihi fehuve munkar. Qabihidan aql ya shariat uni yaxshi ko'rmagan, aytlagan narsa bu munkar bo'ladi. Qawlan ma'rufa. Ba'zi nimada bundan debdim. Bu sufa bo'lgan ekan, pulni bir bermamdi bunga. Chiqimini qilib bergan, undan bunga o'ydut kalva, bag'araz deb menda tilaqarat qilmay, chiroyliq, "Ey balam, ukam" deb menda chiroyliq so'z qilgan deydi. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Yani yetimlerin meselesi ötte. Yukarıda sufa mı belki şu yetim sufada. Yani bu ayette yetimlerini sınap bakış ve çınıktırış diyen mezmun var. Yetimin pulu tapma pul yetimi tavar mı? Yetimi tavar. O tapma pulunu özüye koysa falan. Özüysen de gör özü ücretilmesi. Mesela bir adam aşınçılık bir işini kıp koysa aş bulur mesela. Dükaya çıktı mı ya bir iş kıp koyaptı mı? Ayında kıp koysa alırgan maaş. Ya ki hakkını onu az oldu. Ticaret kılanmaydı adam bulup basana. Şu basıyma. Ticaret kılanmaydı ticaret kıladığı adamga mudaraba aynı şekilde bir türlü. Ticaretçiye mapılını katıp ticaret aylandırıp pasla işlenci kadar kurtardı. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى yetimlerini sınanlar dedi. وَاخْتَبِرُوا عُقُولَهُمْ وَذُوقُوا أَحْوَالَهُمْ ahvalını təmin etenler degene kandarak bilip bakınlar demek. وَمَعْرِفَتَهُمْ بِالتَّصَرُّفِ قَبْلَ الْبُلُوغِ Ular to'g'ri tasarruf qila olamdi. Buni balog'atga yetishdan burun bunda bir sinab ko'rib boqinglar, bilib boqinglar. Yani bilib baqish uchun qanday qilish kerak? Aza qulub pul tutqizib ko'rib baqish kerak. Bo'lmasa bilgili bo'lmaydi. Falibtila andana an yadfa ilayhi ma yatasarraf fihi hatta tatabayyana haluhu fima yaji'u minhu. Demak, sinab degan bizning nazarimizda degan qaysi? Kim? Hanafi mazhab nazarida. Hanafi mazhab qarashida ibtila degan bunda bir tasarruf baqadiğanga qo'liga bir pulni berib beqish deydi. Hatta tatabayyana halu fima yajimin. U qanda hijab baqadigan, qanda ish qiladi, ma'noda buni ko'rib beqish uchun qo'liga bir pulni tutqizmas. Nima Qashqarda masalan, balki Aqshda albatta kishini tortib tijoratda tushirdilar shu. Qashqardan kishga tashnaksat bo'lashlari ashu tadriban. Agar bola balog'at yetishine göre ashu mol tasarruf qilganlikda yo'q qolib qolsa balog'atni chaq qilmaylar. Mesela bu mezhebden olmuştur. Ve fi delilin ala cevaz ibn sabiyyil aql fi tijara. Sizligin gapmi shu. Bir kishi bola varken, mesela 12 yaş, 13 yaş bola ekan. Hozir Qashqarda do'konda o'tirib mol sotgan bolalar boshida bo'ldi kishi bor. Har sodlistiga pompon gapni qilib xaridarni afshab bo'lsab qo'ya oladi. Demak, Hanafi mazhabda aql shu joyda tasarruf qila oladigan tijorat puxta sabiba bo'lib qolsa, tijoratga ruxsat qilsa bo'ldi degan qarash bor. Ya'ni bu bizning o'zimizga dalil dedi. Ama İmam Şafii'nin nazarida balog'atga yetishdan ilgari unda bahs bo'lmaydi. Endi Hanafi mazhabda ma yetimlarga bunday qilgan ekan, odat yetim emas, o'zining bolalariga tijoratda tasarrufda joyini qila olsa, qo'liga mol tutqizib sarmoya sapasang bo'ldi deganga dalil qildi bular. Xuddi endi bu nas bo'lmasin qiyos yoki mush umum lafzdan foydalanish jihatdan ekan. Hatta iza balagun nikaha sinab baqtinglar. Bu balog'at yetmagan chaqda balog'atga yetganga qadar sinab baqishma. Endi balog'atga yetsa al-hulm yana yasluhu lin-nikah indahu inda al-bulugh demakchi, indahu degan. Ya'ni balog'atga yetgan chaqda shu chaqda xotni olaydi-ku bu. Balagun nikah degani shu anda. Nikah qila oladigan, xotnasi ola oladigan bo'lgan chaqda degan.
Vali talabi ma huwa maqsudun bihi ve huwa tavallud. To'y qilsa farzand ko'z ko'radigan, ya'ni shu fizioloji jihatdan, ya'ni jismoniy jihatdan farzand ko'rash holatiga jismoniy jihatdan yetdi degan gapmi shu. Fa in anastum minhum rushdan to'g'ri tasarruf qilib, buzib chechayotmaydigan bir ahvolni ko'rsanglar, tabayyantum, aniq ko'rsanglar, rushdan degani hidoyat fi tasarrufat va salahan fil muomalat. Muomalada to'g'ri qilib, joyida tasarruf qilib, foydali ish qila oladigan bo'lsa, fadfa'u alayhim amwalahum. Falgan darhol degan gap bo'ladi. Tasarrufni joyida qilgan, baka buzib chechayotmaydi ekan. Unda sen pulni tutib betirishing bir kunmi ortiqunda besib betirasang bo'lmaydi. Gachida berib fadfa'u alayhim amwalahum. Gachida ularning mol-mulklarini qullarga beribtinglar. Min g'ayri ta'khirin an haddil bulugh. Balog'atga yetgandikilar bo'ldi, kechib turmaydan berib. İman gerçekliğini bunlarda etrafından olsa balağın geçişine sebebini sakırırken. Yo'q, o'xshash bo'lmaydi. Hamma o'g'li 1 yoshda balog'at etmaydi. 10 yosh, 11 yosh, 12 yosh, 13 yosh. Ba'zi bir iqlim, ba'zi bir iqtisodiy turmush saposi masalan. ونظم هذا الكلام أن ما بعد حتى إلى فدفعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء. أن ما çözününki hazır bunda kurulmasının ibaret hatta'dan keyinki gap olmasa taqaş fadfa'u ilayhim amwalahum kadar bu sınaqning g'oyasi chekib qo'ydi. Qachon sinashlar desa hatta idza balagun nikah fa in anastum hammasi cheka mushu hammasi tepilsa ondan sinaq o'sha to'xtab bunda qo'l tutqizish bo'ldi deganda. Lekin balagun nikahdan bilan qilib rushd aniqlanmasa, ya'ni barman menga ikkisi birga tepilish kerak dedi. Va ya hatta allati taqabadal jumal kallati fi qawli. Bu hatta hamda shunda oxirida bir necha jumlalar keldigan hatta shu demoqchi. Yani şu nahvda endi ayirish mumkin. Xuddi masalan shoirning so'zida aytilgandek deydi. Hatta ma dijlata ashkalu. Taki Dijla daryosining suyimi unda har xil shaklda bo'lgan qadar debdi. Yani shoir Jerirning she'ri ekan. Uning beshi kama zalatul qatla tamujju dima'aha bi Dijla. Bularga nurg'un kishilar o'laklar daryoda o'lab, daryoning suvlari rangarang qizil Allah bo'ylab ketgandek bir nima ekan. Oxirdan hattodan keyin unda jumla kelgan. Mayatdimi? Ikki jumla keldi, o'sha hammasi nima? G'oya demoqchi ekan. Dijla degan daryoning ismi. Furat va Dijla. Iroqdiki. Wal waqi'atu ba'daha jumlatun shartiyya. Hattodan keyingi kelgan o'sha jumla shartiyadir dedi. Li'anna idza mutadammina ma'na shart. Hatta idza degan bu shart ma'nosi bor. Va fi'lu sharti balagun nikah. Shart fi'l qasa balagun nikah degan. Va qawluhu fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum mushun hammasi nima? Jumlatun min shartin va jaza. Mana niyadan bir shart var yani. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u degan. Shart fa in anastum uni jazosi fadfa'u ilayhim. Ma shart bilan ma jazo ikkisi birlashib turib birinci idza balagun nikah degan shartning javobi deydi. Va idza balagun nikah. Fakana qila va bital yatama ila vaqt bulughihim va istihqaqihim dafa amwalihim ilayhim. Balag'atga yetganga va pullarni berishga loyiq bo'lgan ulardan husnul tasarruf ma'lum bo'lgan shart bilan pullarni qo'l tutgan chaqqa qadar sinab taqinlar degan bo'ldi. Ve tenkir rüşdi yufidu annal murad rüşdün mahsus. Rüşdden degani bu mahsus bir xil to'g'ri tasarruf qilish mazmunini ko'rsatadi. Va huwa rüşd fi tasarruf va tijorat. Bu nima desa shu pul molda, tijoratda, iqtisodni tutishda to'g'ri tasarruf qila oladigan endi aql, idrok, hushyorlik bo'lsa degan gap. Lekin boshqa ishlarda do'tilab qolmaydi. Masalan maktabda o'qishda o'tgan bu. Lekin pulda obdan ularni beringlar edi. Tav yufidu at-taqlil. Yoki bu bir xil mubolag'a. Rushdan degani azroq kichikgina bir joy tasarruf qilish. Shunda alomat shunda ko'rilgandikilar gash beringlar degandek. Qarafam mana rushd mana. Azgina bir rushd bo'lib qolsin gash beratinglar. Hatta la yunzara bihi tamam rushd. La yuntazar deyli. Hatta la yuntazara bihi tamam rushd. Ya to'liq rushd darajasiga yetmasimi azroq yetsa, yani cho'ng bir ziyon ta'sir etmaydigan, jiqdu pulni shundan buzatmaydigan, ancha-muncha yuqoldiroq bo'lib qolsa, gachi beratinglar, yani saqlab turmanglar degandek.
وهو دليل لأبي حنيفة رحمه الله في دفع المال عند بلوغ 25 سنة. أنا هم إلى نظر ده بلاغة كأتكلم كن حسن تصرف بوسا خلقت خلصة الاتفاق كله. Endi bu dötke. Dötüğün iken balagat ketdi. Balagat ketken kim bilmeymiz. Çünkü bu balagat ketken bilen mesela 16'da 17'yi sürüptü. Rüşt yok bunun da. Hayatta hiç kimsesini şartlaygan. Birisi var birisi yok kaldı. Bilmeymiz deydi. Digenken kaçangacha bilmeyse bunu. Rüşt yokken bunda döt bagraz bunda çoğula vuruptu. İmam Ebu Hanife 25 yaşında belgilep koygan. Nima uchun dedi? İmam Ebu Hanife mazhabi inson hurriyatini yoqlamagan mazhab. İnsan hür fi tasarrufati, mal-mulkini tasarruf qilish iqtibo insondan deb qarag'achqa 25 yoshni bir belgilab qo'ydi. 25 yoshgacha rushd bo'lmasimi? 25 yosh degan chog'da bir xil rushd bo'ldi. Tushgan besi o'tkazib, ziyon yo sat undan chiqishni bir xil bildigan bo'ldi bu. Deb 25 yoshga belgilab qo'ydi. Ammo Imom Shafiy boshqalar u 50 yoshgacha rushd bo'lmasa tutulmaysa. Şagirde İmam Ebu Hanife'nin o bağırız olsa 26 ismi beğenilmez de para. Digi İmam Ebu Hanife insanın iradesi, insanın hürriyetine bekrek yakılak 25 yaş kadar müşahedini kılmaz. 25 yaş diyende zaten kanalımız bir xil rüştü buldu. Mecnun, yoki Mato deb qaramagan Abu'dan Sufa masalan juda to'g'risini yapargan. Ha degan bu yerda hozir sarang emas. Sarangmi u Sufami demaymiz, u sarang. Zaten uni da ijma'an uni tushunadi. Qirqashchisi Sufa degan ishada endi dulfqamdi. Bundan biz turganda bunda. Endi 25 yosh chigan, sal buni buzdigan. Bunda bo'zimi bir yilsa qilgan. O'zining meni tasarruf qildi. Erkinlik bor deydi. Shu odatda boshqa narsalarda normal qilinishi joiz bo'lishi mumkin. Lekin pul moli kelgan chog'da hisob tutolmaydigan. Tijorat esa so'zdan ziyon qilgan nima qildigan. Tijoratda oldin ketadigan. Shularni. Insonning erkinligi bor. O'zining mol mulkini tasarruf qilish huquqi bor. Va unkin ziyon ta'sir bo'ladi o'zining o'zi. Adatında bir şey tutulmaz mümkün bir şey şunlardan biri olsa, yani sadıklı olsa, ya ki karamlık kırıp ticaret kılıç, yantası uzun erkirlik o, çünkü okşar. Bunu da koyup biriş gerek demekçi. Lekin Cumhur 25 yaş bilen ölçmey, rüşt, tebeyyün boğuça, uluğu tutulmayı deydi. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اَيْ يَكْبَرُوا Uni, aşmal mülküne, buzup çeçirtip, ve çoğulap kalsa, bu pul benim kulağımdan çıkıp kalktı, faydalanmaya kalktım deyip, çoğuluşundan ensirap, aldırap, yivanmanlar deydi. وَلَا تَأْكُلُوهَا مُسْرِفِينَ وَمُبَادِرِينَ كِبْرَهُمْ Yani ulanın çoğulap kılışından ensirap, aldırallıktan, yani buzup çeçirtkenlikten, onda yivanmanlar deydi. Yani özden pulsan malıyken keskenmez buzup çeşitliğen iş var. Yani çoğulap kalsa bu pul benim kulağımdan çıkıp kalktı. Üzgü tapşırmasam bulmaydı onun deçe. Ben kaç hayli olay deyişi mümkün. فَاِسْرَافًا وَبِدَارًا مَصْدَرًا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ Yani aldırgan alette, buzup çeşitliğen alette yivanmalar. وَاَنْ يَكْبَرُوا فِي مَوْضَ الْمَصْدَرِ مَنْصُوبُ الْمَوْضِعِ بِبِدَارًا Bu hudda اَيْيَكْبَرُوا digine masdarın ornunda. Masdarın ornunda bidaran bilan mansup ketdi dedi. Bidaran kibrahum degandek ha. Ve yekuna maf'ulan lahuma. Bu ikisi maf'ul li ejlihi bo'lishi mumkin dedi. Ay li israfikum ve mubadaratikum kibrahum. Tufrituna fi infaqiha ve taquluna nunfiqu fima nashtahi qabla an yakbura al-yatama fayantazi'uha min aydina. Yani maf'ul ejli desek, israf qilishinglar uchun, aldırganlıqinglar uchun yo'nmanlar. Qanday aldırasizlar? Ular cho'ng'lab ketib bo'g'icha biz aldirablam, kaç vash g'azanda xejiltaydi buni. Ko'nglimiz tortgan narsa xejaydi. Kim cho'nglab qolsa, bizning qo'limizdan tortib oladi bu pulni deb qo'rqqaninglar uchun buzib chachmanglar degan bo'ldi. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kimki bayolab qolsa, yani vasiylardan qaysi biri bay vasiyolab qolsa, u o'zini iffatlik tutsin, yani qat'iy unda yetimning mali ko'z qirni samsun. Va man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Faqir bo'lib, yani buning hava ag'allik jihatdan, vaqt sarf qilganlik jihatdan, kuch chiqarganlik jihatdan unga loyiq bir maosh yoki o'z loyiqida ehtiyojini qamlig'idek bir narsa yesimeyli yetimning mali. Demak, hozir ma oyatda yetimga vasiy bo'lgan kishi boy olsun buldu, kambag'al olsun buldu. Yani sen kambag'al kelsa, yetimga vasiy olmaysan deydilar shu. Bu oyatda hozir boy kambag'al o'xshash deyapti.
قسم الأمر بين أن يكون وصي غنيا وبين أن يكون فقيرا فالغني يستعف من أكلها demek boy kishi uni yeyishdan saqlandi واستعف أبلغ من عفة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى هذا حرف زيادة وغاني كان bu تخم كشلو ما صيغة طلب معنى باغو كأنه طالب زيادة العفة buna تخم إثبات قلاشنا talab qilib shuni kuchayotgandek ashuni kuchsin degandek bunda bir ma'no bor والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكله عند الفقير ولبطاسا بوصي نهاية احتياطçılık bilan yeydi deydi. Yani belgilengen miktarda yeydi. Ya buna mesela sut mahkemesinden hakim belgilep berishi mumkin. Sen vasiyma vasiy. Unda olaniken sen başka kiremleman bulmasa ma itimni aylantirib buni xabar olsa, lekin kunda mesela 50 koy sana maaş bekitib degandek bunda bir nima qo'ydi. Ya o'zimda insof bilan ashunda ma'lum miqdorda xarajatni ashundan qamdaydi. An Ibrohim kim? İbrahim an-Naxai ma saddal jaw'ata wa wara al-awra ma'rufni mushunda tafsir qildi. Aç qanmaydigan, yalang'och qanmaydigan miqdorda demoqchi. Bir ehtiyojini qamdash degandek qildi. Lekin ba'zi olimlar ujratul misl deydi. Yani shu kishi odat ashunchalik bir xizmat qo'ysa, vaqt chiqarib, qanchalik maosh oladi jamiyatda. Mesela odatda 1000 koy maaş algan bo'lsa, shunday odamlar 1000 koy belgilab qo'yamiz. 2000 koy bo'lsa, 2000 koy belgilab qo'yamiz. Ayna maaşini xabar olib turdi. Ma'ruf degan shu amni. Fayda dafatum alayhim amwalahum fa'ashhidu alayhim. Ma ayatda hozir vasiyning huquqini qo'dasiz buni. Yuqorqi ayolda yetimning huquqini qo'ygan, ma'ni vasiyning huquqini qo'dadi. Fayda dafatum alayhim ashulaga yetimni cho'ng'ildi, rushd paydo bo'lgandan keyin ularga pul mollarni qo'lga tutqizsanglar, buningga guvoh qo'yinglar dedi. بأنهم تسلموها وقبضوها دفعا للتجاحد وتفاديا عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم والتناكر. Qanday guvohsizlar? Ash pulni topshib oldi bular. Qo'lga ap bo'ldi deb guvoh qo'yinglar. Nima uchunsa, keyin tinilishdan oldin olish uchun. Va tafadiyan tavajjul yamin alaykum anda taxassum. Jidalulab davolishib qolgan, uni tinib turgan chaqda sizlarga qasam kap qilishning oldini olish uchun guvoh qo'yinglar. Çünkü bu eğitim kichik chig'ida, kichik bo'lishida unda. Dadamdan qolgan bunda pul bu. Xohlagan xayletdim deb. Taskan masaxi deyman. Telefonning qimmatini olaman, uni olaman, o'ynayman, mushuni tomosha qilma, mashina olaman deb turolishi mumkin shunama. Avasi balam unda buzib chashsan bo'lmaydi deb mo hamma narsani yana chiqqanda unda appamaydi. Tamam? Appamay qismini qilgan ekan, bu ko'ngilda bir xil achchiq bor buni. Uzunun pul tutsa bu. Dadamdan qolgan pul tutsa bermayman, xohlagan mashinani haydab menammadim. Xohlagan yana chiqqan boshqa bolalarning qilgandek yana telefonni, qimmat telefonni tutaman deb bir xil postida g'umbagan. Andikandan keyin shundalam pulni tutsa bu balki ko'p haydabdan qala o'tirish mumkin. Keyin chataqsa xana pul desa, pulni bermadi bu deb burunqi o'smanlik bilan uni tiniblan buni qarlab qo'yish mumkin. Mushunda ahol qilmaslik uchun guvoh tuturanga bo'lgan. Demak, vasi valininki huquqini qo'dab qo'ydi uni. Va kafa billahi hasiba. Hisob berishati Alloh taolo buning kifoyani oxiratda bu diniy jihatdan hisob berishda Alloh taolo uni hisobini oldi. Lekin siz dunyodami bunda avarchilik yo'liqmaslik uchun bunda puxtalab qo'yinglar. Va kafa billahi muhasiban fa alaykum bit-tasaduqi va iyyakum bit-takadzub. Yani Alloh taolo hisob berishda kifoya. Şuna sizlar o'zaro rasul bo'linglar, yolg'on gapsiz qilishmanglar. Va rajun ila qawli falyakul bil ma'ruf va kafa billahi hasiman deganda falyakul bil ma'ruf deganga qartilgan desak, o'chada sizlar ortiq yeyolmanglar, Alloh hisob oladi, sizdan ortiq yeysan deganda. أي ولا يسرف فإن الله يحاسبه عليه ويجازيه به. وفاعل كفى لفظة الله كفانا فاعله الله ديال لفظ الجلالة والباء زائدة بزنده تأكيد يعني وكفى الله حسبا سكن بلته لكن بالله حسبا دينا تهما شندردو وكفى يتعدى إلى مفعولين كفى ديان وإشك مفعول وتعدي قلدان بيل كنو دليله فسيكفيكهم الله الله فاعل ك بالمفعول هم بالمفعول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر Ata-ana urug' tuqqanlar qoldirib ketgan mirosda erlarning belgilangan nasibasi bor, ayollarning belgilangan nasibasi bor. Bu nasib oz bo'lsin, jiq bo'lsin, ma'lum miqdorda bor.
bu rijal va nisa kimlarsa humul mutavarrituna min zawil qirabat dun g'ayrim. Tuqqanlarning ichidagi miras xo tuqqanlar. Miras olmaydigan tuqqanlar emas. Mimma qalla minhu aw kathur azolsin jiqosin badal min ma taraka. Ma tarakadan badal deydi. Ash ma taraka tashlab ketgan ash miras azolsin jiqosin. بتكرير العامل عامل قيسا ترك ديان فعل والضمير في منه يعود إلى ما ترك قل منه يعني من الميراث الذي ترك ديان نصيبا مفروضا بيشتلگن belgiletilgen عند معلوم مقدارda nesibisi var dedim. Nasbun alal ihtisas bima'ni a'ni nasiban. Yani men bunda belgiletilgen nesibin demekçe deb şu jihatda mansub bo'ldi dedi. A'ni deganni muqaddar qilganmiz. Yani ahussu nasiba mafrudan deganda ixtisos debdi. Mafrud degan maqtu' degan bo'ldi. Pishirtilgan, ha? Bunda pishib qo'ydi deymiz-ku masalan. Bekitib qo'ydi, belgilab qo'ydi, farz qilib berdi. Maqtu'an la budalahum min an yahuzu. Miras masalan shunda bir butun narsa bo'lsa buni kesiblam, manchilikka ma'nonga tava degan ekan, shu kesilgan narsani bu qo'lga oldigan gap. Yahuzu degan bizning ilkiga chigizdi. روي أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كجة وثلاث بنات فزوى ابن عمه ميراثه عنهن. أوس بن ثابت إلى كتاب أيال أم كجة شخصنا قدر كتبته. شنو بدن تاغسنا إشكو أغلى واكن تاغسنا إشكو أغلى أوس بن ثابتنا ميراثن شندالام چنگلغ شيزولة زوا ديگن قامللılıp diyendi. Yani jigolep ulağı bämettirot. وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ويقولون جاهلية تكلا أيالله وكشبالله ميراثن بهرمان كمان ميراث بامن يكملوا من ذلك لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة نيزلان من ده نيز تخشب جنقلب ورشاليدغان بوسا أندن شو ميراث alalaydı oljalaydigan adam urushalaydigan adam andın miras tahqiq qildi deb turadi ekan. Bu bir xil tatu action nuqtan bo'ldi. Asli miras degan bakra ekamda urushanmaydigan, unda pul topolmaydigan ojizda oz bakra miras-dan. Bular pul topalaydigan o'zining ishini qo'tqisi chigizib olgan bunda bir qiyinchilik yo'q odamlar shuni oldi. U ajizlanmaydi deb taxmi bu ajizini o'lgan nasib etmoqda bir. Fajat ummu kujja ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fashakat. Faqala irji'i hatta andra ma yuhdithullah. Allah Taala bir hukm paydo qilgan qadar siz qaytib turing debdi. Fanazalatul aya fab'ata ilayhima Rasululloh bunda deb adam yozibdi. La tufarriqa min mal awsin shay'a. Awsning mal mulkidan hech narsani taqsim qilmay taqatmay turinglar. Chunki Alloh Taala qad ja'ala lahunna nasiba. Chunki Alloh Taala qizlarga, ayoliga muayyan miqdor bir nasibini endi bekitibdi. Ularga pul taqatmay turinglar, shu bo'yicha biz taqsim qilamiz. Velam yubayyin, demak mayatdan asl nasiban dedi. Bu nasiban mafrudan qanchalik miqdorda uning miqdorini bayon qilmadi. Keyingi oyatda miqdorini bayon qildim. Fanazalat yusikumullohu fi auladikum masalan. Keyin mayat tushib uning miqdorini bayon qildi. Fa'ata umma kujjata as-sumuna wal banat as-sulutayn wal baqi ibnayil am. Dolam yusikumullohu fi auladikum degan mushoyatga asosan uning oqida ammisniki nasisi miqdori belgilangan bo'lg'achqa shu oyat bo'yicha anaga 8 dan birni li vujudil faral varith shnama wal banat as-sulutayn فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك لكن ثلثين بعد والباقي ابني العم كقاغنا تغسن اشكي اوغلي تعصيبا aldı. Kama baqiya liula rajulan zakardi. Farzdan qatqog'ini urug' tuqqanida shu. Eng yaqin bo'lgan birinchi er kishi oladi dedi. Va idza hadara al-qisma. Endi buni nisban mafrudan miqdorini bayon qilish ilgari hozir shu taqsim qilgan chog'da ba'zi bir ishlar diqqat qilgan ishlarni bayon qilib qo'yadi. Yani nasiban mafrudan unda nisibi belgilanmagan ba'zi bir tuqqanlik kelib qolsa, uni bunda bir yaxshilik qilib qo'yinglar. Ana shuncha narsa berib qo'yinglar degan tariqada. Va idza hadarul qisma, mirosni taqsim qilgan chog'da ulul qurba kelib qolsa, ya'ni miros olmaydigan tuqqanlar, ijroqlar tuqqanlar yoki shariat bo'yicha shar'an uning miros tegmaydigan tuqqanlar, ulum ba'zisi o'ylab qolgan, o'zim narsaga do'ya bizning tuqqan to'dimda ba'zini tamaqil kelib qoldilar shu. Biqvagan bo'lsam, shu nima bo'ldi? Ya'ni biqvagan bo'lgan odatda miros tegmaydi. Ulan tuqqansilga tegmaydi ekan, qopimizlar. Bu shariatni o'tmay deb qo'ygan gap. Va shunda taqsim qilgan chog'da urug' tuqqanlar yoki miros tegmaydigan shunda yaqin yo'qlik kelib qolsa,
yana yetimlar, miskinlar, masalan boshqa urug' tuqqanlarning yetimlar va miskinlar bor, yoki urug' tuqqan emas, shunda ancha yaqin aralashgan yetim miskinlik kelib qoldi masalan. من الأجانب فرزقوهم منه أشو ميراث قاغن ناسدن ularga beranlar. Nazrat qilganlar chiqdi olsa, ba'zilar miras olmay turib, nazrat qilsa, buni yotib yesa, shuning buning miraslariga mirasni hukm qilsa taqsimda o mirasni baş taqsim qilish kerak. Taqsim qilish. Mana taqsim qilayotgan chaqda shu taqsim qilayotgan so'ringa kelib qolsa, kimisi bo'lmaysa, kelib qolsa, masalan, amtaqinga 100 ming ko'y, samtaqinga 200 ming ko'y tagib qilaniga, uy tagib ustaniga do'kon qildi deb taqsim qilsa, u onunda qayot va ko'ngilda ya ko'rinmaydigan, ya bir hasad qiladigan bir nima paydo bo'ldi. Majib muklan olib ketdi, mana nishpulga bo'lib qoldi, bu deb unda ko'ngilda bo'lib qoldi. Buni hamda yaqinchilik aralashgan, tuqqanchilik bir nima bo'lsa, taqsim qilgan kishi yoki cho'ng varislar olib qolsa, cho'ng varislar rozi bo'lib, ma televizorni kansil ishlatsa, ma gilamni sasla degan taqimda uni buni birib qo'ysa bo'ldi deydi. Bu taqsim qilish beradimi? Buni shu miros og'ushlar beramiz. Shu miros oldigan cho'ng balig'lar, yetim u berilmaydi. Yetimning valisi hamda balki tasarruf qilish puli bo'lg'achqa, shuni payda deb qarasa berish mumkin. Lekin cho'ng mirosxo'rlar shular avvalma televizorni mahkama ishlatsin, masalan, majavanni falani birlar. Bundan o'qisa u o'zimiz mayli. Yani bu ayet şunu teşebbüs kılıyordu. Yani de kılanlar da targib kılıyordu. Minhum mimma terkel validan vel akrabun ve hu emr nedbin mana. Bunda qilish yaxshi, mustahab, lekin vacib farz emas. Ve hu baqil lam yunsakh. Ba'zan da mushunda berishmi vacibda, lekin mansub ketgan deyish mumkin. Yoki kimki oyat bilan bu mandubmi mansub ketgan deyish. Yusikumulloh deb bayon qilgan ekan. Madhabda yaqu mansub emas, lekin mustahab bunda berish. Vakila kan vajiban fil ibtida mana. Boshda vacibda. Keyin ondan ayatul miras, shu yusikumulloh fi avladikum degan oyat tushgandan keyin bu mansub ketgan deganlar bor. Va qulu lahum qawlan ma'rufa. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Uzran jamilan va idatan hasanatan. Chiroyli uzr aytinglar. Sizlarga miras tegmaydi ekan, shariatning hukmi mush ekan, Allohning hukmiga bo'ysunmasak bo'lmaydi. O'zimizning xohish bo'yicha ko'ngil tortgan sizning qilsak siljik basak bo'ldi aslida. Bu Allohning hukmi ekan. Deb uni vaida hasana chiroyli va'da berib, bundan keyin sizni yo'qlab turamiz degan ekan, demak, oyatda hozir bir tarafdan yaxshilik pulmonlantirmish bir narsa bagin dedi. Yani bir tarafdan chiroyli gap qil, ikki narsa buyurdi. وقيل القول المعروف أن يقولوا لهم خذوا بارك الله عليكم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم. ما chiroyli so'zgan men samanda deb mo tafsir qilinibdi. Ularga aslan az olsun, Allah sizga barakat berib, chiqnasi qilib o'tabini, barakatini berib, az olsun, asla. Va istaqillu ma atam, bergan narsani az ko'rib, azgina bir narsa olsun unda. Asla degan tariqada bunda. Az sanab uni unda berish. Wala yamunnu alayhim ular minnat shu biraz badoq mana. Mansa da bunda tariqada demaydi. Unda odatda nuqlashwa qo'pol gap qilib azardigan ishlar bor. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yani sen aşında biçara farzandlarını tashlab ketgan kishilarni biçara farzandlarga mashafqat qilgan. Hatta sen mandik kunlarni birda aşında biçara narisida bolalarini tashlab ketib qolsang, sen ansirasa aşundan. Kishi bolalarini tashlab ketib qolsang, sen o bolalarini qanday kun ko'rar, undaqlar bu deb bunda ansiradan bo'lgan ekan, senmi boshqalar tashlab ketgan aşında narisida ojiz bicharalarga mashafqat qilgan. Bu o'tna olam. Sen mashafqat qilsang, kunlarning birida boshqalarning sizning avlodingga mashafqat qiladi. Herkes qilgan yaxshiliging zoya bo'lib ketib qolmaydi. Agar usullik qilsang, farzandlaring ko'radi usullikni. Shunga boshqaning qaqshatganini haqlinmaydi. O'zining bolalari qilasa badbaxtdir. Qoladi. Ata-onasi nachar bo'lganlikdan keyin ondan ularning farzandlari boshqaning nachar muomalasiga uchraydi. Biz askardan bir so'z oldimiz kelsa, biz yaxshilik qilishimizni kelmay, yomon muomala qilamizdanmi? Qizisi usulda buguningda. Al-murad bihim al-awsiya. Mana, ay vasi o'g'illar, yetimdan xabar oladigan kishilar bular buyurildi. Bi an yaxshawalloha va yaqafu ala man fi hujurihim min al-latin. Allohdan qo'rqib, ilkid bo'lgan xabar elib turadi, yetimlarga yaxshi muomala qilib, ularga mehshafqat ko'rsatib, qiyson. Xuddi xawfam ala zurriyatihim law taraku da'afan.
xuddi o'zlarining farzandlarini ojiz bichora narsalarga tashlab ketsa, ashular kuyinib, ensirab nima qilgandek shu darajada o'zining bolalarida ko'rib, ashunda mehr shafqat ko'rsatsin deydi. Va an yuqaddiru zalika fi anfusihim. Sen o'zingni ashunda o'rinda o'ylab baqqan, o'zingni endi tasavvur qilib baqqan. Sen hozir o'ylab ketding, bolalaring endi ichaksiz qolib qoldi. Bu xuddi sening bolalaringdek faraz qilmoqchina. Sen boshqalarning bichora tashlab ketgan bolalaringga qanday yaxshilik qilishini kutsang, sen bu boshqalar tashlab ketgan bichora bolalarga shunday yaxshilik qil. Wa yusawwiruhu hatta la yajsuru ala khilaf ash-shafqat va ar-rahm. Demak, shuni tasavvur qilib turibsan, mehr shafqat, rahimdillikdan boshqa jasorat qila olmaydigan holatda bo'lgan. Qo'qab, mening bolalarimga keyinchi bunda bir igogan odam tarafidan masharlik, usullik uchrab qolmasin deb ayda tasavvur qilib turib muomala qil. Walau ma'a ma fi hayyihi silatun lil ladina. Law degan harf bor yerda. Law taraku deganki law. Ma fi hayyihi. Lawdin keyin kelgan jumla deydi. Ashun o'rnida birga kelgan desak bo'ladi. Hayyizi degan. Alladina degan mush mavsumning silasi ekan. Val yashalladina ina silasini ma desa, law taraku min khalqin duratan da'afan khafu alayhim degan hammasi. أي وليخشى الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعفا. Bunun ma'nosi munda sıfatı ahval munda bo'lgan kishilar ular o'lib ketgili qo'pab, ojiz bichora balchaqlarini tashlab ketgili qo'pgan chaqda munda ahvoldan qo'rqsin demoqchi. Va zalika inda ihtidorim. Ya'ni bu sakrat tushib qolgan chaqda xafu alayhim daya, qoldirib ketadigan, tashlab ketadigan kichik ojiz balchaqlarning ahvolidan ansirab qo'rqib, bu bolalarimiz bunda qiynalib qolarmi, 5 kun kelib qolarmi deb ansiraydi. Sharaf degan ashunga yaqinlashib qolgan. Ya'ni bo'ynining so'zab bunda ko'rinib turgan chaq degan sharaf. Yani ularni tashlab ketish ko'zi ko'rinib turgan chaqda xafu alayhim daya ba'dahum li dhahabi kafilin. Demak, shu dadasitdi, bulardan xavolatdi. Bu dada dunyodan ketgan ekan, u kim xavola deb bunda ansirab qo'rqib qolibdi dedi. Va javobi law xafu. Navada unda tashlab ketib qolsa qanday bo'ldi degan javobi bo'lsa, qo'rqib qolibdi, ansirab qolibdi degan javobi. Wal qawlu sadid min al-awsiya an yukallimuhum an wa qulu lahum qawlan sadid. Qawl sadid deyishga buyurildi. Qawl sadid degan vasidin talab qilingan qawl sadid nima? An yukallimuhum kama yukallimuna awladahum. Xuddi o'z balchaqalariga qarta gap so'z qilgandek nəhayət çirayliq ədəb bilan qarşılab, issiq muomala qilib, anda so'z qilsin degan bo'lgan. Va yad'uhum ya bunayya va ya waladi. Oy o'g'lim, balam deb mana chirayliq chaqirishi. Xuddi o'zining bolasi qanday muomala qilish, shunday muomala qilsin, yani tarafi. Musa alayhisalomning Xizr bilan bo'lgan voqealigida, Xizr alayhisalom Musa alayhisalom ikkidan bir kan kichik emas. Bir shaga yokan kichik. Seyenken bunun yanında yemek uzutturup kalmagan boğazda tamaklarının ağzı tamak ağırlığını da pes naçar kişilerken bu. Ben yanındayken onun bir eskamlıkının kasıtıyla ölüp çıkıttay cidara yürüyden yankadda fe akama. Ölüp şey de bağımında bir tamla bir rivayette layıtıp kayıtını bir hesap koydu. Yani bir rivayetten de kulun işaretiyle de kılıplan tiklep koydu. Hızır Aleyhisselam da hesap koydu. Hesap koyan iken Musa Aleyhisselam bu bizge nasırlık qilgan adetimiz haqqimizdan bermagan mehmon qilishni qo'sqinning to'g'risida musofir degandan qo'sqinning to'g'risida degan odatda bir vojib ish tursa, bunda nasırlık qilgan odamga yaxshilik qilgan o'xshabganda e'tiroz degan ekan, bu shartga amal qilmagan bir nima bo'ldimi? Shu oyatda undaydi. كان لغلامين يتيمين وكان تحتهم كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Aşın illetine şöndürüşte Hızır bu iki balının dadisi yaxşı adamdı. Demek aşı dadısının yaxşı adamdı diyen şu yaxşılıklı adam tutan başkalar. Yaxşılık kıyığını zaya bulup ketdi mi ketmedi mi? Zaya olmadı. Çünkü balları gördük olmadı aslında. Yani atanın yaxşılığı balları yetiyordu. Balların yaxşılığı atanın yetiyordu. Hızır Aleyhisselam şu vaktini mülserlep durup mesela şu baladır 5 yaşta, 7 yaşta bo'lgan bo'lsa, bular cho'nglar 20 yosh, 25 yoshda o'zini qo'lga oladigan, tabi o'rlikchi o'z yasaladigan bo'lgan chaqda unga bir o'rlikchidigan qilib, binoning masalan salohiyat 50 yillik, 50 yillik deydigan, shunday shaklda yasab qo'yibdi. Tam
Yani mesela 15 yıldan keyin chiqishga muhtoj bo'lgan qilib yasab qo'yibdi ekan. Bo'lmasa shu chaqda bu tam o'zi tutkasak, balla taqnarsiz chaqda, na ahli kishilar bu tamni yasab turmayman deb, unda mavjuddan shunday yo'l deb, uni qo'dab qo'ygan. Yetimlarning haqqini qo'dab qo'ygan. Hızır Aleyhisselam'ın haqiqati yoki shuna martabasi haqida tutqul qarash bor. Nabiy, rasul, malak, vali degan. Qarashda shu nabiyni degan qarash. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Hızır Aleyhisselamning so'zini qanchada "Va ma fa'altuhu an amri." O'zlikimda bunday qilgan ish emas bu. Yani yuqoridan mana bunday qilib ko'rsatma kelganlikdan qildim, ya'ni vahiy kelganlikdan. Bunisi yana oyatda "Avatayna rahmatan min indina va allamna min ladunna ilma." Do'ki rahmat, ilm, laduni rahmatin degan shu payg'ambarlik dedi. İnnellezîne yekulûne emvâlel yetâmâ zulmen. Yetimlerning mal-mulkini nahaq yevaldiganlar hakikaten ma ayet hazır yetimlerning mal-mulkini hechni agahlantirib texmi ta'kidlab bunday yuvamang deb texmi bir qattiq jiklab qo'yishsa bor. Yani hozir qadar bu yetimning mal-mulkini hechni agahlantiryotdi. Bu shaxsda taqvodorlik qilishga undayotdi. İnnellezîne yekulûne emvâlel yetâmâ zulmen zalimin. Yani o'zlari zulm qilgan holatda bunday yevaldiganlar nahaq demakchi. Zalimin. Bu masdar fi mawda'il hal, yani zulm qilgan holatda demak. İnnema yakuluna fi butunihim nara. Emniyatda bular qo'saqlarda bir o'tni yeydi. Fi butunihim mila'a butunihim, yani qo'sqiliq toshqizgan holatda o't yeydi demak. Nima uchun akildida ko'pincha holatda, yani bu yer ko'z tutilgan foydalanish, hajrilish degan ma'no turgan ko'pincha 80%, 90% yoki davomli takrorlanib turgan ish shu yivilish takrorlanib. Kunli bir narsa yemasa bo'lmaydi. Lekin kiyim-kechak bo'lsa, bir faslda bir, ayamda bir, bunda bir oy bir kiyim-kechak kerak. Lekin kunda yemay turmagan ekan, shuni yakulun degan bo'lishi mumkin. Ay yakuluna ma yajru ilan nar, yani do'zaxga so'raydigan narsani yevoldi demak. Çünkü hem de otni unda yeb qo'saq salinmagan ekan, bu haqiqatda g'ayrimurod demakchi. Tavil qilmay charilmadi. Fakannahu nar, xuddi bu o'tga o'xshashimdi. Yani o'tda so'rab tushigan narsa bo'lgan ekan, bu o'tga o'xshatildi. Ru'yanahu yub'atu akilu mal yatama yawmal qiyamati va dukhan yakhruju min qabrihi va min fihi va anfihi va udunihi. Rivayet qilinishcha, yetimning mal-mulkini yevagan kishi qiyomat kuni munda quburildi ekan. Qayta tirilgan chaqda mashargahda xunavlikan qabristonmo istak chiqayotgan holatda og'izdan bunidan ikki qulqidanmo chiqayotgan holat qubur ekan bu. Mashargah qo'ygan chaqda har xil odamning har xil holatda qubdiqo hammasi andinda bir tug'ning ostiga yig'ilib majizani qo'rlar ma zakat olmaganlar ma namoz o'qiganlar deb bunda kelgandek shunda qubur ekan bu. Şolar hammadan bütün xaloyiq dunyoda yetimning mani yevagan ekan ma deb mesela shunda tunuydi ekan buni. Va sayaslawna sa'ira, yana do'zax o'tga kirdi dedi. Va sayuslawna Shami va Abu Bakr. Yani pat yaqinda uzun qolmaydi sinaribcha. Pat arada uzoq qolmay bular do'zaxga tashlandi, yani o't azobi kirdi. Yuslavun da qira'atida Sham qarilari va Abu Bakr. Sa'iran nara minan niran. Mubhamatul vasf. Un sifatlab bo'g'ilmaydigan, sifatini tilg'ilib bo'g'ilmaydigan ashunda shiddatli dahshatlik o't kirdi dedi. Demak, ularning qo'sqidimi o'tva bu bir qattiq ihrolan. Ismining ishidimi qo'sqida o'tva, yana bu kirdig'inimi o't. Demak, ishidan teshidan o't azob bo'lgandek. Ma qattiq mubolag'a. Ihrolan. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.